Hozir tayyor bo'ldi. Siz necha xil quymoq, ya'ni bilinchik retseptlarini bilasiz. O'zi bilinchik yaxshi ko'radiganlar qanchamiz? Like bosish esdan chiqmasin. Bugun bo'lsa sizlar bilan Life Smile original bilinitsalar haqida gaplashamiz va pishirib ko'ramiz. Oldindan tayyorlab olgan ajoyib retseptimiz, bunda sosisga ko'katlar qo'shilgan. Juda ham ajoyib bilinchik chiqadi. Tak, boshlaymiz. Bilinitsalarimizni normalniy qizib oldi. Xudo xolasa, endi pishirib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hop. Zavtraqlarga juda ham ajoyib bo'lib chiqadi, bunaqasi. Ozgina kutamiz, xudo xolasa, juda ham cho'tki bo'lib chiqadi. Life Smile'da original bo'lgan bilinchik tovalarimiz, bu tovalarimiz 22 diametrli hisoblanadi. Granit pokritiyali, antibakterial, ya'ni nemetskiy pokritiyadan ishlangan, salomatlik uchun zarari mutlaqo yo'q. Bu bilinitsalarimiz gaz plita, elektrik plita va induksion plitalarga hammasiga tushaveradi. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Tayyor bo'ldi. E'tibor beramiz, yopishmasin, cho'tki bo'lib chiqadi. Umuman yog' solganimiz yo'q, ko'rdinglar. Hali bor ekan. Bunimiz tayyor bo'lib qoldi. Juda ham ishtaha ochar bo'lib turibdi. Zavtraqlarda bunaqasi bolajonlar uchun ham juda ham ishtaha ochar narsa hisoblanadi. Tayyorlab berishni tavsiya qilamiz. Hozir tayyor bo'ldi. Mana. Hoppa. Cho'tki. Xo'p, bilinitsalarimiz narxiga keladigan bo'lsak, 22 diametrli bu bilinitsalarimiz 190 ming so'mdan, bunga qo'shimcha sifatida, hadya sifatida bunaqa kapkirlardan bitta qo'shib beramiz. Ana endi bu pishirib ko'rgan bilinchigimizdan yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ham zo'r chiqdi. Life Smile'dan uzoqlashmaylar. Life Smile sizga faqat yaxshisini iladi. Ko'rishguncha xayr.